Dieta qilsam ham, mashq qilsam ham tarozida yana plus 2 kilo. Tarozidagi plyus bu yog' emas, chunki yog' 1-2 kunda hosil bo'lmaydi. Unda plus nimadan? Hozir men sizga tushuntiraman. Birinchisi albatta suvdan, chunki biz mashq qilayotganimizda, bizning mushaklarimizda mikro yallig'lanishlar bo'ladi. Mushaklarni tiklash uchun tanamiz suvni ushlab turadi. Ikkinchisi albatta glikogen sabab. Biz ba'zi holatlarda ko'proq uglevod iste'mol qilib qo'yamiz. 1 gram uglevod tanamizda 4 gram suv saqlaydi. Uchinchisi siklda, ya'ni hayz davrida, aynan bu davrda ham 1-2 kilogacha plyus bo'lishi bu norma hisoblanadi. To'rtinchisi esa tuz. Ba'zan ko'proq tuzliroq ovqatlanib qo'yamiz, natijada ko'p suv ichamiz va bu suv tanamizda uzoqroq ushlanib turadi va bu ham bizani tarozida plyus ko'rsatadi. Beshinchisi albatta uyqusizlik yoki stress hisoblanadi, chunki aynan bunaqa paytda tanamizda kortizol oshadi, tanamiz esa suvni ushlab turishga moyilligi ortib boradi. Unda nima qilishim kerak? Mana shu videoni kommentariyasida plyus belgisini qoldiring. Men sizga otyoqlardan qutulishni eng samarali yo'llari haqida gayd tayyorlab qo'yganman. Telegram kanalimning linkini sizga direct orqali yuboraman.